Yilning eng shotoq yili nominatsiyasida g'olib bo'lganligim sababli buni nishonlash uchun men bugun ham yerni tozaladim. Do'stlar, sizlarga shuni aytib o'tib ketishim kerakki, zino va boshqa tuhmatlar juda ham og'ir gunoh hisoblanadi. Bunga zinoga birinchi o'rinda aytib o'tib ketaman. Uchta guvohingiz bo'lmasa, birovga tuhmat qilmaganingiz yaxshi. Chunki oldingizda farzandlaringiz bor. Ertaga farzandlardan qaytib qolishi bor. U ko'chada nima qilib yuribdi? O'zini uydilari shunaqa, o'zini shantaj, terpila u yoq bu yoq. Hey, og'izga qarab gapiramiz. Og'iz manda ham bor. Agar men gapirishni boshlasam, hammanglarning chakagili sekin o'tishi boshlaydi. Shu esdan chiqmasin. Payg'ambarimiz davrlarida zino ustida tuhmat qilinadigan bo'lsa, toshbo'ron qilingan. Даже Sulton Sulaymon davrida ham 3 ta guvoh bo'lmasa, uni halakaga yotqizib, 100 darra urilgan va 100 aqcha to'langan. Juda ham osonlik bilan birovga tuhmat qilmanglar. Zeroki oldingizda o'g'il va qizlaringiz bor. Ulardan qaytib qolishdan qo'rqinglar. Hammasini bilib yurman, bilmagandek jim yuraman. Rahmat, sizlarga sog' bo'linglar.